Assalom kichik do'stlar. Harflar tartibi bo'yicha sanaganda 5-o'rinda turadigan Re oilasi sizni kutib turib etibdi. Undaqda boshlandik. Yolg'iz Re. Ulanma Re. Ravabimning tarisini çok valde tomucuk. Ravab bilan bir qo'ysam, ravab bo'ldi 4 puchuq. Shir kirpiga etildi, kirpishirg'i sanchildi. Re harfining boshqa harflarga qanday qo'shildiganligiga qarab boqaylik. Re'ga ani qo'shsa ra bo'ladi. Re a ra. Re'ga ani qo'shsa ra bo'ladi. Re a ra. A Re ar. Te a ta re tar. Ağa ran qo'shsak ara bo'ladi. A re ara ara. Ağa narni qo'shsak anar bo'ladi. A ne anare nar anar. Bürkütning rasm sizishi. Bürkütning rasm kursiga qatnashayotganiga xeyli kunlar bo'lgan ekan. U rasm sizishni bakda yaxshi ko'rdi ekan. U dars oraliqida raketa, ravaq qatorliqlarning rasmini sizib bo'lgandan keyin yana nima sizishni zodilib bilinmabdi. Bir kuni o'rmonlikqa berib sizadigan obyekt topolmay xiyol surib o'ltirsa, o'rmon ichidan bir sher chiqib kelib, bir quram tosh ustiga chiqib uxlab qoldi. Fursatni g'animat bilgan Burkut darhol sherning uxlab yotgan qiyofatini sizishga boshladi. Rasmni sizib bo'lay deganda havo shaharida o'ltirib sayr qilayotgan ikki o'quvchi bu yerdan o'tib qoldi. Ular Burkutning rasm sizalaydiganligiga hayron qilib, uning rasm sizishini aniqroq ko'rish uchun pasligan ekan. Sher uyg'onib ketibdi-da, g'alati havo shaharini ko'rib badar qechib. Burkut rasmni bitiranmaganiga afsuslanib, "Sher aka, to'xta, men texi rasmni sizib bo'lmadim" deb Sherning kaynidan qoldi. Sher havo shaharidan bakli qo'rqib ketganlikdan o'dilidagi yo'g'on bir daraxtga jang'ida usib yiqilibdi. Tishlari sunib ketibdi. Shundan keyin Sher hargiz sirtda uxlab qolmaydigan bo'ldi. Burkut bo'lsa, ta hozirgacha chal rasmni bitirib olish uchun heliqi Quram toshning yanida Sher qachon kelib tosh ustida uxlaydi ekan deb uni saqlab, qalamini siyog'ichilab, engakini yo'lab o'ltirarmish.